Salom odamlar. Bugungi video hammani qiziqtirgan va juda ham chiroyli o'yin uslubi deya tan olingan possession game haqida bo'ladi. Possession game bu tiki-taka, ya'ni qisqa masofalardan chiroyli paslar bilan o'yinchilarni uxlatib ketish. Avvalo u haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman. So'ngra sxema, taktika va mos murabbiylar, qolaversa kerakli o'yinchilar haqida gaplashib o'tamiz. Siz possession game uslubi bilan raqiblarni mot qilmoqchimisiz? Unda videoni diqqat bilan kuzating. Possession game bu pressingga qarshi sabr, aniqlik va nazorat ustuvor bo'lgan futbol san'atidir. Bu bir oddiy o'yin uslubi emas, bu san'atdir. Buni o'ynay olgan murabbiylar jang emas, jang qilishmaydi, balki shaxmat o'ynashadi. Keling, bu uslubning sirlarini ochamiz. Nima bu possession game o'zi? Possession game bu to'pni iloji boricha uzoq ushlab turish, raqibni charchatib, bo'shliqlarni ochish va keyin aniq zarba berish strategiyasidir. Paslar tez, shoshilinch, taxminiy yoki chala o'ylangan bo'lmaydi, balki aniq, tiniq va toza paslar bilan o'yinda maydonning har bir burchagini o'zingizniki qilib olasiz. Siz shoshmaysiz, siz nazorat qilasiz. Mana shu possession game deyiladi. Shu o'rinda bitta qiziqarli fakt. Guardiola bir o'yinda 900 ta pas qilishga uringan. Bu pas bilan bo'g'ish deyiladi. Xo'sh, possession game uchun eng mos murabbiylar qaysilar? Bular aynan futboldagi murabbiylar: Pep Guardiola, Hansi Flick, De La Fonte. Agar bular bo'lmasa, sizda Luis Roman ham bo'laveradi. Bu o'yinchilar, bu murabbiylarning asosiy futboldagi roli yo'q. Shunchaki ular o'z o'yin uslublariga ega murabbiylar xolos. Hammasini ham o'yin uslubi bir xil, possession game va shuni o'zi yetarli. Asosiy masala bu o'yinchilarda. Possession uchun eng mos sxemalar bu 4-3-3, 4-2-3-1 hisoblanadi. Muhim nuqtalari shundaki, CMF, ya'ni o'rtadagi o'yinchilaringiz anchalik qisqa pas beradigan, ammo vision baland bo'lishi kerak. Qisqa paslar bilan o'ynay oladigan va o'yinchilarni ko'ra oladigan bo'lishi kerak. DMF da anchorman yoki orkestrator muvozanatni saqlab turishi lozim bo'ladi. Zonalarni ochmasdan balansni ushlaydi, ayniqsa anchorman. Bu yerda Chouamini, Rodrilar ko'p asqotadi. Fullbacklarga keladigan bo'lsak, ya'ni ikkala qanot himoyachilar. Crosser emas, paslarga yordamga keluvchi fullback bo'lsa yaxshi. Masalan, Cafe o'rniga Carvajal yoki Walker kabi. Bular out chizig'i bo'ylab o'sha midfielderni oldidan o'tib ketmaydi hujumga. Markazroqqa keladi, ya'ni o'rta sentralniy hududlarda paslarda yordamga yetib keladi. Bu aynan possession game'ning kuchli tomoni hisoblanadi. O'yin uslublari qanday o'ynash kerak? Bundan oldin esa himoyachilar haqida ham gaplashib o'taman. Himoyachilar The Destroyer va build up bo'lgani yaxshi, chunki ular long ball expert hisoblanishadi. Hujumchilarga ham pas berishi yuqori bo'lgan o'yinchilar bo'lsa, chiroyli o'yin o'ynashadi. O'yin uslubi qanday o'ynash kerak? Birinchi, bosim ostida bo'lsangiz, orqaga o'ynang. Unutmang, asosiy maqsad tezroq gol urish emas. Asosiysi raqibni to'psiz qoldirib, ishonchini so'ndirish. Ikkinchi, pas tezligi o'rtacha holatda bo'lishi kerak. Shoshilib pas beraman deb to'pni oldirib qo'yish xato. Balki to'pni biroz ushlab turish zarar qilmaydi. Hech bo'lmaganda sherigingiz ochiq pozitsiyaga, ochiq zonaga chiqib olgunga qadar. Uchinchi, har doim markazda to'pni aylantiravermasdan qanotni ham ishlating. Ba'zan qanotlar bo'sh qoladi. Bu juda ajoyib imkoniyat degani. To'rtinchi, bitta ikkita pas bilan raqib pressingini sindirishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Possession game o'z nomi bilan ma'lumki, to'pni o'zida nazorat qilish, to'pni o'zida ushlab turish, raqibni to'psiz qoldirib maqsadga erishish hisoblanadi. Bu borada o'rta bilan ko'p o'ynash raqib ham anoyilardan emas. Faqat sentrda pas berib 3 ta o'yinchingiz bilan tiki-taka qilaversangiz, buni albatta keyingi hujumingizda buni yechimini topadi va qarshi hujumda gol urishi mumkin. Shu sababdan siz nima qilasiz? Qanotlarni ham ishga solasiz. Ba'zida
o'rtada 3 ta pas bilan tiki-taka o'ynaganingizdan keyin e'tibor bersangiz, o'ng yoki chap qanotingiz juda ham zo'r hududga chiqib qolgan bo'ladi. Bitta cross bilan, bitta throw pas bilan, o'raliq pas bilan birga chiqarib olishingiz mumkin. Possession game sabrli, aqlli va jamoaviy o'yin. Bu uslub sizga to'liq ustunlik, g'alaba va ehtimol juda ko'p gollar olib kelishi mumkin. Aynan bu uslubni praktika orqali, qayta o'z ustingizda ishlash orqali rivojlantirsangizgina, bitta videoni ko'ribgina o'yingiz rivojlanib qolmaydi. Uni rivojlantirish kerak. Uni ustida ishlash kerak. Agar sizga bunday professional tahlillar yoqsa, like bosing, obuna bo'ling. Keyingi video kommentariyada eng ko'p yozilgan usul haqida bo'ladi. Quick counter, long ball counter, out wide, qolgani va hokazo. Ko'rishguncha salomat bo'ling.